Mana xudo xolasa podolkalarimiz ham bitti. Aytganimday hammasi bir hovuz. Bu yoqda keyin kichkina spalniyamiz. Pryamoy bo'ladimi? Keyin bu yoqda yana bir hovuz zalimiz. Xolasa az qoldi. Bitadi bu. Bu yoqda keyin yana bir zalimiz. Xolasa bitti bular. Keyin bu yoqda oshxonamiz bitti. Bu yoq kirganlarimiz bo'ladi. Bular bitti. Bu yoqda keyin so'nggi ish jarayoni ketib turibdi. Xudo xolasa bitadi.